Assalamu alaikum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'rbetiga hoş geldiniz. Diqqatingizda Dengizdan sada. Nasr. Avtori Abdurrahim O'tkir. Qop-qorong'u bir kecha. Cheksiz ketgan ko'p-ko'k bir dengiz. U qorong'u kechining suri bilan go'yo qora bo'lib ko'rinar. Dehshat bilan to'lqinlanar, quyuq köpükler çaçırtar. Ana, onun teşip çıkan coşkun sadaları. Ana o deniz boyida osman bilan quchoqlashgan tik taq. Onun qilish kabi o'tkir tashlari to'lqinliq dengizga g'alati bir tusda boqar. Uningdan biri nafas ko'zini olmas. Haman qarab turar, haman intilur. Ana shu tog'ning yan bag'rida allaqandoq xiyolga cho'mgan bir shoir. U so'z boshlab go'yo dengizga arz aytar. Uning og'zidan oppoq ko'piklar qaynar. Ay dengiz, niçin muncha to'lqinlanarsan? To'xta birdam. Mening savollarimga javob ber. Niçin uzoq chaqlardan beri bizga kun nuri tegmas? Niçin osmonimiz hamon tumanliq, hamon bulutliq, hamon tutuq? Bir kun ochiq bo'lgani yo'q, bir kunmi? Hamon bizga tun. Ömür lay suv kabi iqib ketmoqda. Her chaq, her zaman ko'nglimiz sunuq. Yillar, asrlar shundoq o'tdi. Her yili, her asr bizni qaqshitib, bak ko'p g'animatlarni ilib ketdi. Ömürning tangdan to'lisini o'g'irlab qochdi. Lekin bizga hech nima berib ketmadi. Faqat mung bilan hasrat, qayg'u va alam. Ko'zlarimda qurimas nam qoldirib ketdi. Bizga bergan sovg'ati shu bo'ldi. Biz hamisha nurga tashnamiz. Biroq u bizdan jamolini yoshirdi. Bir qora parda uning yuzini to'sdi. Yo'q, balki bizning ko'zimizni to'sdi. Shunda qilib biz uningdan butunlay mahrum qoldik. Butunlay. Shuning uchun chiroyimiz sarg'aydi. Yurakdagi qon zardab suvga aylandi. Qani u baxt quyoshi. Qani u nur. Qani u güzel bahar. Yo'q. Birisimi yo'q. Biz hammadan mahrum. Ana Tianshan, Altay, Kunlun, Pamir tağlarının üstüde hamon şu qora bulutlar. Hamon bir qora perde. Ili, Tarım, Irtish ve Bağraş suları üstüde hamon bir qora tuman. Qachongacha shundoq, qachon bizga tong atar? Yadımdadır belki. Bizde bir emas, qancha qitimlar, qat bo'ronlar so'qib o'tdi. Bu bo'ronlar bilan go'yo butun jahon titrab ketgan edi. Bo'ron soqqan bepoyon dasht jangallarda qip-qizil qonlar daryo bo'lib oqmagan edi. Egisiz qolgan jang tulparlari tizginlarini so'rab ko'kka qarab hasrat bilan kishnashmaganmidi? Giyohlarga ilinib qolgan
Adam üçeyleri sim tınapның simlerdek vыңıldap, etrafqa dehşet salmağan mıydı? Bu borallar soğmaktı teqi. Belki yanımı soqar. Acaba şuncu borallar bu qarı bulutlarını nemişqa süpürüp taşlayalmaz? Nemişqa bu qarı tün perdesini yirtip etelmez? Nemişqa? Qaçan bizge taң atar? Eytqina, qaçan? Bilimen, boran soqmaqta, boran. Biroq qorqimanki, bu boran to'xtab qolmag'ay deb. Yana bizga taң atmay qolmag'ay deb. Aytqina, bizga taң atamdı yo'q. U taң qachon atudu? Qachon? U taң qaysi tarafdan yo'rib, qaysi tarafdan baxt tug'ar? Dolqunluq dengizdan jo'shqin bir sada keldi. To'xta. Ana taң atmaqqa az qoldi. Taң kun chiqishdan atadi. Ammo yana ko'p chelish bo'ronlari so'qsin. 1945-yili dekabr Lanju. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan.